Hürmetli vatandaşım, ben tüvendeki mavzunu bir taraftan sizlerge okup verip bir taraftan mezmununu düşendiriş şekli diye, düşendiriş metodu büyütü sözdeymen. Şuna dikkat kılışlarını ümit kılman vatandaşım. Çünkü bu haber yaki bu makalını yazgan adam Yunfen Jakı deydi. Yunfen Jakı degen adam yazıptı. Biz sizlerle ortaklaşıp bu makalının mezmunundan haber tapaylı. Bu makale del 7. ayının 6. günü Amerika Qo'shma Shtatlari hükümeti Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Saudi urushi e'lon qilingan kunga. Şunun bilan münasebetlik Jungo'nun ichki qismida nima ish bo'lib o'tadi degan savolga javob berganda yozilgan maqola. Prezident Trump qaltis davlatga zarba berdi. Prezident Trump qaltis davlatga qaltis zarba berdi. Kechiringlar. Dana dayının hukuk ornudan kişiler ensirashga başladı. Mavzulu haber 7. ayının 4. gün Vanvitor betida e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Reis Xi Jinping'ne ajdodi Xojintauga selishtirganda taliye ondan keldimi deb savol qo'ysangiz, qaraganda Reis Xi Jinping hokimiyat beshiga keldi-yu, lekin taliye Xojintaunikidek yo'lliq bo'lmadi. Qisqasi, ajdodi Xojintauga qaraganda Reis Xi Jinping'ning tali taze ondan kelmedi. İddiyesi, Xi Jinping'nin iddiyesi partiya nizamnomasi kirgizildi. Xi Jinping'nin talab arzusi bo'yicha huquqiy boqvandilik, ya'ni huquqni Reis Xi Jinping'ga boqvandilik qilib berish asosiy qonunga kirgizildi. Endi titrab turib, podshohlik haybisini yurgizadigan Padişahlık haybisini Jungo osmini Jungo territoriyasida ko'rsatib qo'ydigan akan qarag'ay birinchi deydigan moshundaq bir paytga yetib kelganda o'ylamagan yerdan chataq chiqdi. Güllenishdan barilanmoqchi bo'layotganda, masalan, Junxoamizni gullendirish, Junxo millatlarini gullendirish deydigan shuarni to'lab chiqqan Reis Xi Jinping dal shundaq gullenishdan bahir olaman deb o'ylab turganda, kim o'ylagan deysiz? Yerim yo'lga kelganda yana chataq chiqdi. Xi Jinping Jungo tushini ko'rolmaydigan bo'ldi. Tatlık tushni davomlashtirib olmaydigan bo'ldi. Tatlık tush ko'rib o'ngga va so'lga ig'inab yotadigan ishni qila olmaydigan bo'ldi. Peshqadam savdogar Prezident Trump tartib bo'yicha kart o'ynaydigan odam emas. Hergiz yo'l qo'ymaydi Jungo'ga. Hergiz chekinmaydi Jungo'ning oldidan saylamda g'alaba qilgandan keyin burunqi saylamda saylanguchilarga saylam davomida va'da berib, saylamda g'alaba qilgandan keyin va'dasini unutib qoladigan odatlarni buzib tashlab Amerikada masalan saylangu tushganda Jungo masalasi to'g'risida, dunyo masalasi to'g'risida nomzodlar o'zining siyosatini zakarlaydi Amerikada. Köp ballarda prezidentlar saylamdan o'tgandan keyin bu saylam jarayonida bergan va'dalarni yenib oladi. Lekin bu yerda avtor bir so'zga, bir ishga diqqat qildiki, bu qatim prezident Trump saylamda saylovchilarga bergan va'dasini yenib olmadi. Saylam davrida nima deb va'da bergan bo'lsa prezident Trump apandi bugun hozir Oqsaroyga kirgandan keyin vazifa o'tash boshlangandan keyin saylam davrida bergan va'dalarning hammasini ishga oshirib yakun tartibga elib keldi dedi. Prezident Trump saylamda bergan va'dasini bir-birlab ishga oshirdi. Bundaq axloqliq her xil kurashlarda, janglarda, kurash va janglarda cheniqqan bir job. Kechiringlar, har xil janglarda, kurashlarda cheniqqan bir ko'tarilib, bir cho'kib. Masalan, bir pishqan savdogarning hayotiga nazar solsangiz, foyda ziyon har qachon uning oldi tug'anda, masalan, foyda olganda bosh ko'tardi, ziyon tortganda cho'kadi. Dal shundaq ishlarni boshdan kechirgan prezident Trump Amerika prezident bo'lib
saylanganda, mesela şu vaqtlarda, dal şu aralıqda tanlanıp, körüstülüp, bahalanıp, yoki mushu kishi bo'ladi deb Beijingda partiya markaziy komitetiga sekretar bo'lib chiqqan rais Xi Jinping dal mushundaq paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trampga duch keldi. Buning ma'nosi xarakteri va xarakterlik siyosat bilan axloq prezident Trampning vujudida jam bo'lgan mashundaq xarakterlik, mashundaq tabiatlik prezidentga rais Xi Jinping duch keldi deydi. Rais Xi Jinping bundaq ahvolda prezident Trampga taqobil tura olmaydi deydi. Prezident Trump bir tarafdan kulib turib, bir tarafdan rang ro'yini o'zgart ko'rib turib, Xi Jinpingning mo'risiga urib turib, munosabatimiz yaxshi. Rais Xi Jinping mening do'stim. Rais Xi Jinping yaxshi odam. Rais Xi Jinping yaxshi ish qilyapti deb turib, bir tarafdan shundaq deb turib, yana bir tarafdan rang ro'yini o'zgartmay, cho'ng to'r tashlab, siyosat, iqtisod, harbiy ishlardan tangli qo'l solib, siyosat masalasida jo'ngoga qo'l solib, iqtisodiy tijorat masalasida jo'ngoga qo'l solib, harbiy ishlar bilan jo'ngoga qo'l solib, masalan, bu yerda qistirib o'tib ketay. Tönigillerden mesela 7. ayının 6. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti ve prezidentin hükümeti Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin savdo urushi e'lon qilgan kuni 34 milyard dollarlıqda hozir kichikgina bir son 34 milyard dollarlık savdo urushi e'lon qilgan kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining ikki dona cho'ng tipliq harbiy parxodi Tayvan bo'g'ozidan o'tdi vatandoshim. O tarafta savdo, bu tarafta harbiy ishlar. Bu tarafta savdo tijorat ishlari, bu tarafta harbiy ishlar tayyorligi. Demak, Tayvan bo'g'ozidan o'tdi. Cho'ng torta Tayvan bilan popa harbiy ishlarni tangli qo'l solib, qaltis davlatga prezident Trump bu qatam qaltis zarba berdi. Yopirilib keldi dedi. Siyosiy jihatda prezident Trump Amerikaning ittifoqdosh davlatlarini yeniga tortib, ularning o'zaro munosabatlarini qaytadan tartibga solib, o'ziga yaqinlashtirib, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlariga yaqinlashtirib, Jungoning atrofidagi davlatlarni indak keltirib, masalan Hindistondek, Indoneziyadek, masalan O'zbekistondek, Qozog'istondek davlatlarni indakka keltirib, atrofidagi davlatlarni indakka keltirib, Jungoni yangicha qo'rshashni ishqa oshirdi. Jungoni yangi tiplik yoki yangicha qo'rshashni ishqa oshirdi. Yana bir tarafdan Rossiya bilan Amerikaning munosabatini illiqlashtirib, yoki Rossiya Amerika munosabatiga prezident Trump bahor shamoli elib kelib o'tganda so'zildi vatandoshlarim. Krimiyan Rossiyaning besib olishi yaxshi ish edi, o'zining territoriyasi degandek. Rossiya Amerika munosabatiga illiqlik elib kelib, bahor shamoli elib kelib, yana bir tarafdan Jungo Chavshan munosabatini yemirib tashlab. Demak, biz shu narsani ko'rib yetdikki, davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Chavshanni 3-qatim ziyorat qildi. 3-qatim ziyorat qilganda yuqorida ko'rsatdik. Kim Jong Un Mike Pompeo bilan ko'rishmayman dedi. Mushu yerda tinchlik, agar ko'rishish va suhbat davomlashgan bo'lsa, bu boshqa bir holda vaziyat yaratgan bo'ladi. Vaziyat yaralgan bo'ladi. Hozir Mike Pompeo bilan ko'rishishni, davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bilan ko'rishishni Chavshanning Kim Jong Un rahbari Kim Jong Un rad qildi degan gap vaziyat, ya'ni ikkinchi nuqtaga chiqdi. Dal shu vaqtda davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Vyetnamni ziyorat qildi. İlliqlashtirib, Rossiya Amerika munosabatini illiqlashtirib, yana bir tarafdan Jungo Chavshan munosabatini yemirib tashlab, demak yemirib tashlandi. Jungoning ittifoqdoshlarini uzun kesil yiroqlashtirib, Jungoning atrofidagi ittifoqdosh degan davlatlar meni buni bilmaydi ekan, Jungoning ittifoqdoshi 20-asrning 60-yillar butun dunyo miqyosida faqat bir davlat 1 millionlik nufusi va Albaniya edi. Endi keyin qanday ittifoqdosh davlatlar topdi buni bilmayman. Hozir bu yerda Jungoning ittifoqdoshlarini Jungodan yiroqlashtirib debdi.
Yana bir tarafdan Jungo'nun baş götürüş çoğalları bilen dünyani oyg'otib. Jungo'nun baş götürüş çoğalları degende sizlar şuna dikkat qilinglar, 2016-yil 1-ay Davos yig'inida nima dedi? Rais Xi Jinping dunyoning rahbarligini qo'limizga elish tayyorlab qo'ydik dedi ya. Demek bu yerda Amerika sen yol qo'y, sen chetga chiq, dunyoga men rahbarlik qilaman demoqchimi shunda. Men sizlarga davomli takrorlaydigan 2014-yil 5-oyning 20-kuni Beijing'de açılgan 40 devlet yığını da Asya devletleri yığını nime dedi ya Reis Xi Jinping? Amerika'nı Asya'da koklap çıkarımız. Allah şerine. Vatandaşım insanın tabiatında iki xil hususiyet bunu da. İki xil hususiyet. Birincisi körenlik, özünü çağlamaslık. İkincisi yetimlik. İnsan yetim mi kalıdı? İnsan körenleydiğen asaslığı mı çıkır? Moşundaq vaqtda xatarligi insanın yetim qilishi emas, hürmetli vatandaşım. En xatarligi insanın körenligidir. Demek Jungo şunçola işlerini baştan köçürdü keldiler ki 1840-yıldan tatip hazırlıkta 2018-yılgacha Jungo'da körenleydiğen asas yok. O körenledi, endi akıbat qandaq bo'ladi? Bunga siz mi dikkat qilasiz, yuqorqi yozuvchimi dikkat qildi. Shuning bilan birga Prezident Trump yana nima ish qildi? Jungoning bir yo'l, bir bilbov ustiga diqqatini og'dirib, harakat qo'llanib, Jungoning bir yo'l, bir bilbov siyosatini oqsatdi. Shundaqla fan tadqiqot, yuqori darajalik fan tadqiqot, ilmiy tadqiqot sohasida Jungoga chek qo'ydi. Jungoning tezlik bilan kengaymichilik qilishini. Bu hamda territoriya kengaymichiligi biri fan texnika sohasida kengaymichilik. Bu fan texnika sohasidagi ilmiy natijalarning Amerikadan keladiganligi bu haq. Cho'qim bu texnika Jungoga Amerikadan bordi. Hamda o kengaymichilik fan texnika bilan qurollanish, dollar bilan qurollanish, bularning hammasi qo'shib kelsangiz, territoriya kengaymichiligi. Masalan, Afrikaga dedik biz 1 milliondan ortiq ko'chman Xitoy berib bo'ldi dedik. Hozir Sri Lanka, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga 300 minglab, 400 minglab, hatto yerliklar bilan nikohlanib, o'ltiraqlashdi. Ham ko'chmanlar siyosati, ham dollar siyosati orqali bu davlatlarga singib kirdi dedi. Sobiq davlat ishlar katibi Tillerson Latin Amerikasi ziyarati nima dedi? Jungo mustamlikchi, yangi mustamlikchi. Jungo jahongir davlati. Demak, Prezident Trump bugun buni